Kasallikni davolashdan uning oldini olish yaxshiroqdir. Bugungi kunda dunyo aholisini tashvishga solayotgan, ko'zga ko'rinmas bo'lsa-da, inson hayoti uchun jiddiy xavf tug'diradigan kasalliklardan biri bu OIV va AIDS, ya'ni orttirilgan immunitet tanqisligi sindromidir. Ushbu infeksiyaning keng tarqalishini oldini olish maqsadida Toshkent shahar AIDSga qarshi kurashish markazi tomonidan aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida profilaktika va tushuntirish ishlari keng ko'lamda olib borilmoqda. Ana shunday targ'ibot tadbirlaridan biri O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida tashkil etildi. Uchrashuvda oliygoh talabalari hamda xodimlari faol ishtirok etdilar. Tadbir davomida mutaxassislar OIV va AIDS infeksiyasining kelib chiqish sabablari, yuqish yo'llari, undan himoyalanish choralari hamda sog'lom turmush tarzini ahamiyati haqida batafsil ma'lumot berdilar. Samimiy muloqot ruhida o'tgan uchrashuvda talabalar o'zlari qiziqtirgan savollarga malakali shifokorlardan aniq va asosli javob oldi. Ayniqsa infeksiyani yuqtirib olishdan saqlanish bo'yicha tavsiyalar yoshlar uchun muhim ahamiyat kasb etdi. Tadbir doirasida institut talabalari va xodimlari uchun maxsus aksiya ham tashkil etildi. Unda ishtirokchilardan ekspress usulda qon tahlillari olinib, qisqa vaqt, ya'ni atigi 15 daqiqa ichida natijalar taqdim etildi. Bu esa fuqarolarning o'z salomatligiga bo'lgan mas'uliyatini yanada oshirishga xizmat qildi. Ta'kidlash joizki, bu kabi targ'ibot tadbirlari nafaqat inson salomatligini muhofaza qilish, balki jamiyatda tibbiy madaniyatni yuksaltirishda ham muhim o'rin tutadi. Davlatimiz rahbarining tegishli qaror va tashabbuslari asosida respublika bo'ylab amalga oshirilayotgan bunday uchrashuvlar aholini OIV va AIDS infeksiyasi haqida xabardor qilish, yoshlarni turli xavflardan asrash hamda sog'lom avlodni tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Zero sog'lom jamiyat kelajak poydevori. Inson salomatligiga befarq bo'lmaslik, o'z hayoti va yaqinlari taqdiriga mas'uliyat bilan yondashish esa har birimizning muhim vazifamizdir.